Uning belgilari nevrologik xastalikka o'xshayapti. Autizm bilan kasallangan bolalar bog'chasimi? O'zlari uchun odatiy bo'lgan muhitni o'zgarishini og'ir qabul qilishadi. Aytishlaricha, bu noto'g'ri tarbiyadan ekan. Menga baribir. Biz bolaning xususiyatlarini hurmat qilamiz. Ular o'ta ta'sirchanlik bilan ajralib turadi. Ammo bu kasallik bir deganda paydo bo'lmaydi. O'sha kasal odamlarga nega yopishib olgansan, ha? Biz o'zimizni sog'lom deb o'ylaymiz. Balki aynan biz ruhan nosog'lomdirmiz. Shunchaki ular bilan shug'ullanish kerak. Ular alohida mehrga muhtoj. Qayoqqa qilyapsan? Bugun sal g'alatiroqmisiz? Unday joylarda o'zimni g'alati his qilaman. To'xtang. Ey, kimsan o'zi? Sizga tushuntirgandan foyda yo'q. Yaxshisi, qarab turing. Nima bo'ldi?